tushda o'pishni ko'rishning ta'birlari. Tushda yasangan ayolni o'pganini, quchoqlaganini ko'rgan kishi bevaga uylanadi. Mashhur san'atkor ayolni u bilan tanish bo'lmagan holda uning istagisiz o'pish va quchoqlash oilali ayol bilan ko'ngilxushlik qilish deb ta'bir qilinadi. Notanish ayolni o'pganini ko'rgan kishi butun qalbi bilan foniy dunyoga bog'lanadi. Biror ayolni shahvat bilan o'pganini ko'rgan kishi o'ngida ham shunday ish qiladi va undan nomaqbul narsalar so'raydi. Shahvatsiz o'pishsa katta yordam ko'radi. Kasal kishi tushida o'likni o'pganini ko'rsa dunyodan o'tadi. Bundan tashqari o'pish mol-davlat, mehr-muhabbat, g'alaba maqsadga erishish, xushxabar deb ham ta'bir qilinadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.